Mana hozir assalomu alaykum. Aziz guruhdoshlar, mana Dehqonobod tog'lariga keldik. Xolani uylariga, mana xolani o'zlari, bu xo'jaylari. Xola o'zi tanishtirib o'tmaysiz? Men Dehqonoboddanman. Aha. Men uka kelgan ekanlar moyga. Mana moyim yil turgan moyim. Bularni qarang xola. Bular ko'p turmagan. Bular 3 oy 4 oy turgan moy. Bular 4 oylikmi bular? Ha, 4 oylik bular. Xo'p. Bu yil turgan moy. Qaysi yil turgan moy hozir? Mana shunda shu yoqda yil turgan moy, mana. Yil turgan moy. Bular yil turgan moy, ha bular. Yil turgan. Bular yil turgan. Tushib bo'laydi. Ha, tushib bo'laydi. Bular yil turgan, mana bular qo'rin eskiligini ham o'zi belgilagan. Qaranglar, mana bu qo'rab eskigan qo'rin, ha, to'g'rimi? To'g'ri, yil turgan. Mana pastdagilar ham yil turgan. Bular yil turgan. Mana bu oy bosganlari mana bunday bo'lar ekan, mana oppoq. Hop, mana. Oppoq bo'lar. Bular yangi bular. Bu hozir men Bochirboqqa bir o'nta qarim berib yordim. Ko'p edi, bular to'ylaydi shu yer. Aha. Hozir damas chiqdi. Xola qarang, buni yil bosgan bilan oy bosgan nima farqi bor? Qanday shifosi bor buni? Shifosi borligi bu kuchli bo'ladi bu. Oy yil bosgani. Aha, kuchli bo'ladi. Hop. Buni uncha mana bu to'ymi bo'lmaydi, bu uncha anosi yo'q. Bu to'ymi bo'ladi bu. Yil bosgan yaxshi. Mana ro'zaga yesangiz to'q tutadi. Ha, tushunarli. Buni hozir hidiga ham zinashit yil bosgan, bu ham o'tavering qo'llaringiz oldiga. Hozir qarang, buni yil bosgan bilan oy bosgan zinashit ta'miga ham farqi bo'ladi. Farqi bor, katta farqi bor. Bular tayyorlash usuli qanday bular? Qanday nima tayyorlaysizlar? Bizning tayyorlashimiz buni chakkidan olamiz, mana kubilarim. Bular kubmi bular? Kubi, aha. Mana o'zim ham kelib hayron qoldim, ko'rdim, lekin juda zo'r ekan, qiziqib qoldim bu narsaga. Kubimiz mana. Burushnoya bu? Mana. Odam ishlataman. Buchi? Bunisi ham kubi elektrический. Bu ham xuddi shu kubdan ichib olib beradi mana. Aha. Mana hurmatli guruhdoshlar, nasib bo'lsa kasb rayonga Xudo nasib qilsa bugun boramiz. Yakunladimda optimga topshirdim. Bu nimadi? Quritdim, mana shu quritdim, chakkimni, moyimni quritdi. Buni olib borib yengsiz. Qani? Nasib qilsa mana shunda men taxlayman. To qurtdi, ha? Aha, o'zim qilganman mana shu. İçiga kavrak Yo'q bor. Kavragan bormi ichiga? bor, jipor bor. Jipor, kavrak. Alqor bor. Shuni chaqib yog'lar solingan bundan. Oho, vahshiy bu turgan bitgan bu shifo baxshku bu qurtlarni. Bu hammasi Buni 2 tonna qilaman bola. 2 tonna? Aha. Oho. Chiqib ketadi, bu ham tarqatib olib ketadi. Ko'p kishi qonim suyulsin deb ko'p bir tabletka dori yeb yotadi. Bu bitta narsa yesangiz qoningizni suyultirib qo'yadi mana. Qonni yuvadi bu. Qonni yuvib. Ha, nash bu jigar nimasiga ham faolligi ham katta foydasi bor. Foydasi bor. Juda katta foydasi bor. Bu qaranglar guruhdoshlar, bu nasib bo'lsa